Xo'p, demak bugungi mavzuimiz yelka suyagi, ya'ni qo'lning erkin suyaklariga o'tdik og'ir. Bizda demak birinchi yelka suyagini ko'radigan bo'lsak, yelka suyagi lotinchasiga humerus, os humerus va u uzun suyaklar sirasiga kiradi va aynan uzun suyak bo'lganligi uchun shu joyda uzun suyaklarni bitta boshqa suyaklardan boshqacha xususiyatlarini gapirib o'tsak, birinchi navbatda uzun suyaklardan asosan ikkita qism farqlanadi. Bu epifiz, ya'ni uchli qismlar, ikkita uchli qism epifiz deyiladi. Hamda ular ikkita epifizni birlashtirib turadigan markaziy qism yoki tana, boshqacha nom bilan aytganda, bu bizda korpus yoki diafiz deyiladi. Xo'p, demak bizda aynan shu yelka suyagi misolida ko'rib o'tadigan bo'lsak, aynan ana shu qism hamda ana shu qismlar bizda epifizlar deyiladi. Epifiz. Bu bizda epifiz. Va ularni ikkalasini, demak ikkita epifizni o'zaro birlashtirib turadigan markaziy qism bizda nima? Diafiz. Diafiz deyiladi. Endi shu yerda savol tug'iladiki, ikkita epifiz bo'lgandan keyin biz bir-birini qanday ajratamiz? Shuning uchun bizda tanaga nisbatan yaqin hamda uzoq degan tushunchalar bor. Va aynan bu qanday aytiladi? Masalan, bizda tanani deylik markaziy bosh, bo'yin, deylik tana, qo'l, oyoq. Aynan tanani markaziy qismi mana bu deb olinadigan bo'lsa yoki shunaqangi ikkita o'q chizadigan bo'lsak, shuni markazi bizda markaz bo'ladi. Va aynan shu markazga yaqinroq joylashgan qism bizda proksimal, ya'ni proximity, yaqinlik, yaqin degani. Hamda tanadan markaziy demak chiziqdan uzoqlashgan sari u bizda uzoq tuzilma bo'ladi va u distal deyiladi. Bu proksimal, distal degan tushunchalar hali ko'p qo'llaniladi, shuning uchun buni tushunib olish kerak. Va aynan shuning uchun demak qo'lni demak mana bu qismi markaziy o'qqa mana bu yerga nisbatan uzoqda turibdi. Shuning uchun bu demak distal. Mana bu qismi esa bu o'qqa, markaziy o'qqa yoki chiziqqa yaqin turgani uchun bu endi bizda proksimal bo'ladi. Shu tarzda biz ifodalaymiz. Demak bizda proksimal va distal tushunchalarini tushunib oldik. Endi bizda demak mana bu qism aynan yelkaga, ya'ni markaziy o'qqa yaqinroq turganligi uchun biz buni epifiz, proksimal deymiz. Ya'ni proksimal epifiz. Bunisini esa biz demak distal epifiz deymiz. Proksimal hamda distal. Va bu demak tushunarli. Xo'p, demak kelinglar biz proksimal epifiz haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak yelka suyagining proksimal epifiz qismida qanday tuzilmalar bor? Birinchi navbatda biz ko'ramiz uning boshini. Demak mana bu qism ajratib o'tilgan joy. Demak yelka suyagining boshi, ya'ni caput humeri. Caput humeri. Hamda uning ostki qismida ko'rinar-ko'rinmas yoki deyarli uncha alohida ajralib turmaydi. Bu yerda bo'yni bor. Demak collum humeri. Va bizni e'tiborga olish kerak bo'lgan bitta jihati, yelka suyagida ikkita bo'yin bor. Va aynan bu bo'yni, boshining orqa qismidagi bo'yni collum anatomicum ham deyiladi. Ya'ni anatomik bo'yincha, yelka suyagining anatomik bo'yinchasi. Nimaga unday? Chunki bizda ikkinchi bo'yincha ham bor. Ikkinchi bo'yincha aynan shu sohaga to'g'ri keladi va uning nomi bizda collum chirurgicum deyiladi. Collum chirurgicum, ya'ni xirurgik bo'yincha. Nimaga bunday desa, aynan yelka suyagining travmatishlarini ko'p holatlari aynan shu qismidan sinadi. Va shuning uchun travmatolog xirurglar shuni collum chirurgicum deb nomlashgan. Dastlab shuning uchun fanga ham shu nom kirib kelgan. Aynan demak yelka suyagida ikkita bo'yincha bor. Collum anatomicum hamda collum chirurgicum. Xo'p. Demak boshi, bo'yni, bo'yinchalarni ko'rib o'tdik. Hamda bizda
ko'rinadigan yana narsa bu mana bu qism, mana bu qism. Bular bizda do'mboqlar. Ya'ni tuberkulum bunisi, lateral tomondagisi tuberculum major. Ya'ni katta do'mboq. Bunisi esa o'z nomidan kelib chiqyapti. Tuberculum minor. Kichik do'mboqcha. Hamda ularning orasidagi mana bu chuqurlik bizda sulcus sulcus ya'ni eya inter ya'ni ikki narsani orasi. Intertubercularis. Demak, do'mboqchalar orasidagi ega. So'zimiz tarjima qilsa bo'ladi. Demak, bu egatdan bizda o'sha pay o'tadi. Shu pay bir qancha pay o'tadi. Bular haqida keyin mas'ullar haqida gaplashganda aytib o'tamiz. Va bizda aynan shu tuberkulum major hamda minorlar diafiz tomonga qarab shunaqangi bir qirra tushiradi pastga. Aynan bu qirralarda nomi ham bor mana. Qirra, mana bu qirra. Demak, bizda qirra degani krista katta do'mboqchadan pastga tushadigan krista tuberculi major, kichiknikanda krista tuberculi minor bo'ladi. Demak, ikkita. Hamda ular orasida o'sha egat hosilda sulcus intertubercularis. Xo'p, bizda proksimal epifizidagi tuzilmalar deyarli shular, boshqa asosiy tuzilmalar yo'q. Va endi biz distal epifiz haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, distal epifizda tuzilmalar. Xo'p, uchinchi qismida demak bizda mana shu uchtalik ko'rinib turgan narsa bu tuzilma. Ya'ni qanaqa? Condylus. Aynan condylus humeri. Shu qism bizda condylus humeri. Demak, condylus degani shunday tepalikka o'xshagan narsani, bo'rtib chiqqan narsani condylus deydi. Va bizda aynan yelkani shunaqa qismi bizda condylus humeri deyiladi. Va bu o'z navbatida ikkita qismdan tashkil topgan. Medial tomonda aynan mana bu mana bu qism yuqoridan shunaqa tushgan, mandek. Xuddi ko'rinishidan bizda g'altakka o'xshaydi. Ip o'radigan g'altakka o'xshaydi va shuning uchun bu bizda troxliya, ya'ni g'altak. Troxliya humeri deyiladi. Hamda uni yonida lateral tomonida bizda shunaqangi dumaloq tuzilma bor. Bu boshcha. Ya'ni aynan nomi shundan kelib chiqqan capitulum humeri. Demak, yelkaning boshchasi. Demak, yelkada ikkita bo'yin, ikkita bosh bor ekan. Shuni inobatga olib qo'ydilar. Ya'ni yel bo'yinlari column anatomicum, column chirurgicum. Boshlari caput humeri, capitulum humeri. Tushunadi? Demak, bu boshcha. U bosh edi, bu boshcha, capitulum. Xo'p, endi buni ham bo'g'im hosil qilishda ishtirok etadigan tuzilmalar aynan keyingi bilak suyaklari bilan, ya'ni bilak hamda tirsak suyagi bilan o'zaro bo'g'im hosil qilishda qatnashadigan tuzilmalar hisoblanadi bular. Hamda ularning ikki yonida bizda condylusdan tevadagi o'simtalar bor. Bularni biz epicondylus deymiz. Epicondylus. Hamda epicondylus demak ikkita bo'lganligi uchun uni farqlash kerak va bizda medial tomondagi epicondylus medialis, lateral tomondagi mana bu tuzilma haqida ketyapti. Va mana bu tomondagisi, lateral tomondagisi epicondylus lateralis. Epicondylus medialis, epicondylus lateralis. Hamda ularda biz yelka suyagining yon tomonidan qaraganimizda shunaqa qirra ko'ramiz va aynan shu qirra tevaga qarab turib chiqib ketadi. Ikkalasini. Demak, buni ham qirra nima degan edik? Krista. Demak, epicondylus yuqorisida, condylus yuqorisida bo'lgani uchun krista supra condylaris, krista supracondylaris medialis, bu yoq tomondagi lateralis. Demak, krista supracondylaris medialis, krista supracondylaris lateralislar bo'ladi. Xo'p, hamma bizda mana bu condylusning yuqori qismida ikkita chuqurcha bor. Bu chuqurcha bo'ladi, shunday qo'l bilan ushlaganda bilinadi. Mana bu qism. Hamda uni aynan boshchani, capitulumning tevasidagi chuqurcha bizda fossa
radialis. Radialis. Demak, radiusni, bilak suyagini chuqurchasi bo'ladi. Aynan bilak suyagi qo'lni bukkanimizda shu bir qismi kelib shu yerga tegadi. Shu chuqurcha ushanadi. Hamda troxleyaning ustidagi chuqurcha esa bizda fossa coronoideus. Coronoideus. Coronoideus, ya'ni totsimon chuqur. Totsimon deyilishiga sabab hali tirsak suyagini gaplashganimizda ko'ramiz. Uni shunaqa totsimon o'simtasi bor. Ya'ni processus coronoideus degan o'simtasi aynan shu o'simta kelib mana shu tushadi chuqurchaga. Shuning uchun shunaqa nomlangan. Demak, fossa radialis, fossa coronoideus. Xo'p. Demak, bizda distal epifizda tuzilmalari shulardan iborat. Endi diafizga o'tamiz. Xo'p, bizda diafiz qismi demak tanasi ham deyiladi, korpus humerin. Bu yerda biz qirralarda hamda yuzalarda farqlashimiz kerak. Aynan qirralar, demak, qirra bu yoki tomon, qirra demak tomon deylik. Mana shu tomoni bizda margo bayashamizdek, margo medialis. Margo medialis. Bu tomon esa bizda margo lateralis. Demak, margo medialis hamda margo lateralis. Va ularning orasida bizda mana bu yerda bilinar-bilinmas margo anterior hosil bo'ladi. Oldingi tomon, qirrasi, qirg'og'i. Demak, oldingi qirg'og'i margo anterior hosil bo'ladi. Demak, 3 ta qirg'oq bo'lgandan keyin, 3 ta qirra bo'lgandan keyin bizda yuzalar ham 3 ta bo'lib qoladi. Shuning uchun demak, margo anteriordan medial tomonda bizda bo'ladi facies anteromedialis. Facies anteromedialis. Hamda lateral tomonda esa xuddi shuni facies anterolateralis bo'ladi. Demak, antero degani oldingi medial, oldingi lateral yuzalar. Facies anteromedialis, facies anterolateralis. Hamda biz yelka suyagining orqa yuzasi ham bor. Orqa yuzasi deyarli silliq tarzda bir xil, ya'ni to'liq bo'ladi. Bunaqa ikkiga aylanmagan, to'liq orqa yuza facies posterior bo'ladi. Va bu yerda aynan aytib o'tish kerak bo'lgan narsa, bizda shunaqangi hali orqa tomonni ko'rganimizda ko'ramiz, qiya egat bo'ladi. U orqa tomonni yaxshi ko'rinadi. Sulcus radialis bo'ladi. Demak, diafiz haqida gaplashadigan ma'lumotlar shu, faqatgina shu margolarda, yuzalarda bilasiz bu. Endi biz yelka suyagini orqa yuzasini gaplashadigan bo'lsak, orqa tomondan qarab. Biz oldingi gaplashgan ma'lumotlarimiz bu yelka suyagining oldindan ko'rinishi. Endi biz uni orqadan ko'rinishini ko'rib o'tamiz. Xo'p, orqadan ko'rinishida unaqa ko'p tuzilmalari yo'q. Faqatgina o'sha tana qismida, diafiz qismida bu yerda shunaqangi tuzilmasi bor. Bu oldi tomondan qaraganimizda ham ko'rinadi mana. Tuberositas, ya'ni g'adir-budurlik degani tuberositas. Tuberositas. Deltoideus. Tuberositas deltoideus. Ya'ni deltasimon muskul kelib birgadigan g'adir-budurlik. Deltasimon muskul bunaqasiga kelib, to'g'ri kelib birgashadi. Va biz proksimal epifizini ko'radigan bo'lsak, unda yana bosh qismi, column anatomicum, column chirurgicum mana bu yerda, mana bu yerda o'sha tuberculum major humerini ko'rishimiz mumkin. Tuberculum major. Va boya aytganimizdek, mana orqa yuzasida biz shunaqangi egatni ko'ramiz. Bu demak sulcus radialis yoki sulcus nervi radialis. Ya'ni bilak nervi shunaqangi aylanib o'tadi spiral shaklda. Shuni egati bor. Xo'p, tana qismida ham aynan demak margo medialis bu qism, bu tomon, demak margo medialis, bu yer margo lateralis hamda aytganimizdek facies posterior, ya'ni orqa yuzasi to'liq bo'ladi. Distal epifizga keladigan bo'lsak, distal epifizda ham shu oldida ko'rgan narsamiz, ya'ni condylus humeri, epicondyluslar demak, bu yerda ham supracondylarius, crista supracondylarius medialis, crista supracondylarius lateralislar bor. Epicondylus lateralis, epicondylus medialislar bor. Va o'sha condylus qismi ham aynan troxlea hamda capitulumlar bor. Faqatgina oldi tomondan farqi, oldi tomonda ko'rdik, ikkita chuqurcha, fossa radialis hamda fossa coronoideus bo'ladi. Endi orqa tomonda bizda bitta yirik chuqurcha bor.
Buning nomi bizda fossa olecrani. Fossa olecrani. Nimaga olecrani? Bu demak tirsak suyagini, ulna suyagini demak gaplashganini ko'rib o'tamiz. Uni shu olekranon degan o'simtasi bor. Aynan shu kelib birikadi orqa tomondan. Shuning uchun bu demak fossa shuni nomiga qo'yilgan, shuni nomiga ataladi. Xo'p, endi bizda aynan skapulada gaplashganimizdek orientirovka kerak bo'ladi bunda ham. Yelka suyagini ikkita bo'lgani uchun o'ng chap qismi bor. O'ng chap demak suyag bor. Shuni farqlashda bizga yordamga keladigan bitta tuzilma bu fossa olekrani. Biz doim fossa olecranini orqa tomonga qo'yishimiz kerak. Ya'ni biz aytdik, tanada joylashishiga ko'ra olsak qulay bo'ladi. Va aynan mana bu turishida biz fossa olecrani orqa tomonda turibdi mana. Va fossa olecranini orqa tomonga qo'yganimizda, qo'yib turib biz boshiga qaraymiz. Demak, bosh qismi aynan fossa olecranon orqada bo'lgan paytda bosh qismi o'ng tomonda bo'lsa, demak bu bizda o'ng yelka suyagi. Mana bu demak bizda o'ng yelka suyagi bo'lyapti. Va agar bizda olekranon chuqurligi, ya'ni fossa olecrani orqada bo'lib turib, bosh qismi chap tomonda bo'ladigan bo'lsa, bizda yelka suyagi ham chap tomonda suyagi bo'ladi. Demak, buni biz ketma-ketlikda aytaylik. Birinchi navbatda bizda fossa olecrani orqada bo'lishi kerak. Fossa olecrani orqada va bizda qoida boshi, demak caput humeri o'ngda bo'lsa, demak yelka suyagi o'ng suyag. Caput humeri chap tomonda bo'lsa, bizda suyag chap yelkaniki. Va shu tarzda biz demak yelka suyagini orientirovka qilishimiz mumkin. Ya'ni aynan qaysi tomonda suyagi ekanligini bilishimiz mumkin. Yelka suyagini muskullarini esa aynan muskullar bo'limida gaplashib o'tamiz, chunki juda ham ko'p muskuli bor va bizda mana bu aynan yelka suyagini, mana humerusni skapula bilan qanday bo'g'im hosil qilishi. Va bu yerda humerusni boshini ko'rib turibsizlar, bosh qismi bizda skapuladagi cavitas glenoidalisga kirib turadi. Va bu yerda bo'g'im hosil qilish uchun turli boylarlar o'zaro to'xtalib turadi.